Assalomu alaykum qarindoshlar. Ham mushu tarixlarni biz hammamiz o'qib bo'lgan tarixlarmiz. Muhammad alayhissalomning tarjimali degan Muhammad Xuzayrning yozgan, Muhammad Salih Qarajim tarjima qilgan Muhammad alayhissalomning tarjimali degan tarixlarda bor mushu narsalar. Payg'ambar alayhissalomning tug'ilib, payg'ambar bo'lgan qadar qanday hayotlarni qanday so'roqlarni beshini o'tkazganliklari bormi shundoq. Undan boshqa Sabit Damonlarning ayrim yozg'ini bor. She'rin kalom deb. Undan boshqa yana arablarning shu biz o'qigan shu kitobdan boshqa yana o'qishmaydigan tarixlar borki. Akşam Aqil Yilmazning Payg'ambar alayhissalom to'g'risida so'zlaganligi, payg'ambarning haqiqiy payg'ambar ekanligini isbotlash uchun Ras Allohning elchisi, to'g'ri elchisi ekanligini isbotlash uchun so'zlagan bir so'zni anladim. Mush to'qi yo'llab qo'ydim. Uningda nima debdi desa, Muhammad alayhissalom ta 25 yoshga kirguncha ta Xadijani og'icha shu Makka shahridan boshqa yoqqa chiqib boqqan emas deydi. Chiqib boqqan emas, bir yer berib boqqan emas deydi. Xadija onamizni olgandan keyin rost degandek Xadija savdogar ayol bo'lgandan keyin uning mol mulklarini u yoq bu yoqlarga mollarni olib borib o'qilib dunyo ko'rgan ish qilibdi. Qanday bo'lsa shu Makkadan chiqqan. Endi bu tarix mana mushtaq. Tarix mana mushtaq narsa. Shuning uchun tarix din bo'lolmaydi deganimiz shu. Tarix din bo'lolmaydi. U tarixni anda qilibdikan, manda qilibdikan, ayada anda qilibdikan deb birisi manda qilibdikan, birisi 10 yoshda shunda nimaga beribdikan, Suriyaga beribdikan, Shamga beribdikan desa, birisi qo'pib 25 yilgacha ashadin chiqib boqmagan deb yozsa, ya'ni biz qo'pib chiqqan bo'lsa-mu o Suriyaga borganligini demasdan kimlar bilan desimi, unda kimlar bilan uchrashganligini demasdan mana shunday tarixlarni o'qishmagan shaklda yozadi. Shuning uchun desa tarix din bo'lolmaydi. Ularning qaysi ras? Demak hammasi gumonliq. Qaysi ras buningki zade desak, degan chog'da nima bo'ldi desa gumonliq bir narsaga aylandi. Gumonliq narsa haqni isbotlash hech narsaga arzimaydi dedi Alloh Qur'onda. U asos jihatdan voy bu ishashlik tarix deb iymon keltirib ketgidek, ishinib ketgidek, unda olib ketgidek, payg'ambarning payg'ambarligini isbotlash qilib, uni dalil qilib ketgidek bir narsa emas bu. Emas. Payg'ambarning payg'ambarligini isbotlashga shu Qur'on o'zi yetarli. Allah shuning uchun u payg'ambar alayhissalomning tug'ilgan vaqtidan tortib, bag'a yerlardan tortib, kim bilan to'y qilganini, nima ishlarni o'tkazganligini so'zlamadi Qur'onda. So'zlamadi. Shu Qur'onni o'zini vahiy qildi. Vahiy qilib, uning so'zlayotgani biz vahiy qilgan Qur'onni, ya'ni biz vahiy qilgan so'zni sizlarga yetkazyotdi. Agar uning payg'ambarligiga ishonmasanglar, inson va jin birlashib shu da'vatgandek bir so'zni keltirib qo'yinglar dedi. Demak, keltiramagan degancha desa, rost payg'ambarga hech qasimizning qo'lidan kelmadi bu narsa. Hech qasimizning qo'lidan kelmadi. Rost bu Muhammad kichkidan tortib amin, yolg'on gap qilmaydigan, ashunda esil bir bolati. Bugun kun kelganda 40 yoshga kirib cho'ng bir odam bo'lganda, mana ma'vu hech qasimiz anglab boqmagan. Hem hech qasimiz uning bir tal oyatini keltirolmaydigan, inson va jin birlashib bir tal oyatini keltirolmaydigan bir so'zni yetkazayotdi bizga. Bu rost bu insonning qo'lidan keladigan narsa emas, rost Alloh yetkazayotgan narsaga bu Muhammad rost payg'ambarga deb iymon keltirgan. Muhammad alayhissalomning rost payg'ambarligiga haq payg'ambar, haq elchisi, Allohning elchisi ekanligini Allah hech yerda Muhammad alayhissalomning tug'ilgan vaqtidan tortib bir tarixlarni so'zlab, isbotlab, uning payg'ambarligini isbotlash uchun bir oyat keltirmadi. Shu Qur'onning o'zini mo'jiza qiliblar. Ba'di agar rost sizlarga so'zinglarda rostchilik bo'lsanglar, shu Muhammad alayhissalomga biz mo'jiza qilib bergan shu Qur'ondek bir Qur'on emas, hatto buning bir tal oyatini keltirib qo'yinglar dedi, hech kim keltirolmadi. Muhammed Aleyhisselam bu möcüz berilgen Kur'an şu, möcüz kılıp berilgen nerse şu Kur'an şu,
ve onundan başka Muhammed Aleyhisselam'ın hak peygamberliğini şu Kur'an özü ispatlapla turdu. Tarihten sözlep Muhammed Aleyhisselam'ın hak peygamberliğini ispatlap oturuştan haceti yok. Onun bilen qail qıp boğunu bulmaydı. Qail qıp boğunu bulmaydı. Çünkü o oxşumaydı. Her xil varyantları var onunki. Assalamu alaikum. Muşu gipinizge azırak gap qıygım kep qaldı. Başka toplağı yollap qoysanlar boludu. Yazmanızda sizler Kur'an'ı yetkizmen dep milletden arasıga ittifoqsizlik keltirip chiqaryapsizlar. Depsiz. Vatan üçün, millet üçün inqilab qilayotganlarning arasıga biz hech qanday ittifoqsizlik keltirip chiqarmadik. Vatan üçün ilib berayotgan xizmat o ayrım narsa. Siz Dünya Uyghur Qurultayını qo'llamaysiz, biz qo'llayveramiz vaqti kelsa. Shu vatan üçün, millet üçün foydali bir ishni qilsa qo'llayveramiz. Xato qilgan vaqti cho desa, xato ma'vo deb o'tirib chiqib yuziga xeli ig'ir gapni qila olamiz. Shuning rahbarlariga. Bütün tashkilotlarning qilayotgan xizmatlarga shu vatan üçün, millet üçün azroqli foydali ish qilsa, onunla hergiz qarshi chiqmaymiz. Şunu qilish jarayonida vatan milletning davosini jon boqish ko'chi qilyapsiz cho desa, onunla qarta fikrimizni bayon qilib kelyapmiz. Biz milletning ichiga bo'lgunchilik solmadik. Milletga o'zining dinini to'ntib qo'yapmiz. Agar bir odam Qur'onni yetkizib bo'lgunchi degan bir ataqni ip qalsa, o ishni bo'lmaydi. Yana da siz bilan bizda ulug' odam bo'ladi o. Dunyoda ulug' odam bo'ladi. Qur'onni yetkizgan odam Qur'onga o'zi amal qiladi. Haqiqiy insondek yashaydi. Qur'onni yetkizgan odam haqiqiy insonlikni yetkazadi. Haqiqiy bir dinni yetkazadi. Demak bu odam bo'lgunchi emas. U haqiqiy isil inson. Qur'onni yetkizish jarayonida xatolik sodir qilamdi desa qiladi. Xatoligini deb bergan joyda ustiga olamdi desa oladi. Qur'onni rostdan yetkizayotgan odam bo'lsa, rasmi shu Qur'on haqiqat, shu Allohning kitobi, Allohning dini mushuning ichida, Muhammad alayhisalom olib kelgan din mushu Qur'onning ichida. Qur'on shuning uchun o'zgarmaydigan bir kitob bo'lgan deb shu Qur'onni yetkizayotgan odam shu desa, Qur'on bilan xatosini ko'rsatib ustiga oladi. Şahsen men muançımıcı Kur'an'ı yetkizime, men çödüs menin xatarimni Kur'an bilen köstüp berelise. Eğer anı deptike, meyedi man deptike, palanı ustaz an depti, meyedi bir balı çırkı çırp manı depti emez. Onun bilen emez. Allah'ın kitabı bilen menin xatarimni köstüp berse, şu zaman üstüm kalır. Men Allah'ın kitabı bilen başkalarının hatasını köstüp berbatime, meninkini Allah'ın kitabı bilen köstüp berse buludu. Mening din emas deyotgan narsamni din deb Allohning kitobi bilan ko'rsatib bersa, shu zaman e'tirof qilaman. Endi bu siz deyotgan Qur'onni yetkizman deb millatning ichiga bo'lgunchilik selyapsizlar degan so'zni Makka mushriklari qilganmi desa qilgan. Ayni shu holda hozir bizning ahvolimiz. Ayni o'xshash. Buning dalili nima? Muhammed Aleyhisselam şu Kur'an'ı ularga yetkizgan vaqtda ular xurafatlashib, bid'atlashib, dünyada bütün dünyadagi millatdan orqada qolgan chaqda Allah Muhammed Aleyhisselamni elchi qilib tanlab, o millatni shu Qur'on bilan ko'klatgan edi. Shu ko'klatish jarayonida Muhammed Aleyhisselam Qur'onni yetkizgan chaqda Makka mushriklar nima degan? Bizni bo'layapsan sen degan. İçimizga bo'lgunchilik selyapsan degan. Qabilalarni bir-birisidan ayirib o'tib borsa, balını dadıga, dadını balığa, erini xotunga, xotunni erge ziddiyetleştirib o'tib borsa degan. To'xtat bu ishingni dedi. Boylik desang, hammamiz pul chiqarib seni boy qilib o'tayli. Xotun desang, en güzelini apirayli. Huquq desang, berayli. Ma Qur'onni yetkizish ondan to'xta degan chaqda osmondagi oyni bir qo'lamga oyni, bir qo'lamga kunni apasangmi, Allah yetkiz degan bu yo'ldan men yonmayman deb shunda degan. Sizga o'xshash insonlarning qanday deyishingiz bilan davrim, qanday desangiz davrim, nima desangiz davrim, qanday pitni pasatni teriysangiz teriyvering.
terivering. Allah'ның bu kitabını yetkizüş, avazımız çıkıplı turduğu iş olsa, bizning burcumuz bu. Naq Mekke müşrikleri, aşı kapırlar, aşı Peygamber Aleyhisselam'ı zulüm sağallar, aşı Peygamber Aleyhisselam'ı yurtlardan qoğlap chiqirib etkenler degan gapni hozir sizlar aşı müşriklarning meydanida turib da'vatsizlar. Agar mushuningda hushkallanglarni yig'masanglar, shaksiz kafir ketisizlar dunyoda sizlar. Bizning millatimiz hozir qaysalda. Ziminimiz talan-tarashga uchrayotidi. Millat dunyoda setib qayjilanayotidi. Dunyo siyosatini o'ynaydiganlar setib qayjilaydigan, boshqalardan manfaatlanadigan bir narsaga aylanib qoldi. Arabning o'z davrida ular setib qayjilaydigan bir narsaga aylanib qolgan emas. Payg'ambar alayhisalom payg'ambarlik vahiy kelib shu Qur'onni yetkazgan vaqtda ular o setib qayjilaydigan bir narsaga aylanib qolgan emas. Xurofotning ichiga petib ketgan. Biz xurofotning ichiga petib ketgandan tashqari dunyoda setib qayjilanadigan, boshqalar foydalanadigan bir millatga aylanib qoldik. Vay Peygamber Aleyhisselam vaqtida sahabalar anda zulüm tatqan, manda zulüm tatqan degan zulümlarni tasvirlab yozamiz. O zulümlarning hozir bizning xalqimiz tatayotgan zulümning Peygamber Aleyhisselamning davridagilar mingdan birini tatmoqliq. Bizning xalqimiz aşı kampalarning ichida, aşı turmalarning ichida, aşı to'qliq o'rindiqlarga o'tag'izib, hozirgi zamonaviylashgan inson qiynaydigan narsalarga o'tag'izib, qanchalik qiynaytib bordi millatni. O millatni umumyuzlik yo'qotish, ziminni umumyuzlik talon-taroj qilib, millatning dini, urf-odati butun narsasini tatib olib bordi. Peygamber Aleyhisselam şu Kur'an'ı ip kelganda bir urf-odatini, tilini, yani bizimizni tatib olayli deb chiqqan emas. Tatib olib borsa, ya tatib olamiz seningdan deb unda zulmga uchrashgan emas. U darajada zulm qilishgan emas bir-birisiga. Unda ish yo'q edi. Faqatla shu haq dinning Qur'onni yetkazganlik uchun ba'zilar zulmga uchragan. Lekin u zulm hozir biz tatiyotgan zulmning oldida nima u? Qanchalik zulm bu? Qanchalik jafo mushaqqat? Hozir Uyg'ur xalqi tatiyotgan jafo mushaqqatning oldida, Uyg'ur xalqi tatiyotgan zulmning oldida qanchalik zulm ki bu? Qanchalik zulm? Bu yerda u zulmni ko'zga ilmaganlik emas. Allohning elchisi, Allohning payg'ambari, Allohning rasuli shu dinni yetkazgandan keyin ashunchalik jafo mushaqqatlarni tatdimi desa tatdi. Yurtlardan ayrıldımı? Ayrıldı. Janglarda xil jafo mushaqqatlarni tatdimi desa tatdi. Lekin shu vaqtdagi zulm bilan hozir Uyg'ur xalqining tatiyotgan zulmini selishtirsangiz, bizning mingasi ishib ketaylik. Uningdan tashqari ziminimizni talon-taroj qilib etaylik, millatni dindan chiqarib etaylik, millat sifatida yo'q etaman deb ketib boradi, yer sharida yo'q qilib etaman deb ketib boradi. Bütün kuchlar dunyoda uningga setib, buningga setib foydalanadigan bir narsaga aylanib ketdi. Mana mushundaq sharoit ostida din deb, ya'ni xurofot bir narsani, bid'at bir narsani, Allah'ның dini bilan, Allah'ның kitobi bilan hech qanday munosabati yo'q bir narsani din deb millatni ashinglar agashtirib, Allah bilan aldab aktivasi qarab turishdim uchun vijdonsizlik bo'lamdi. Ashning qarab turishdim uchun imonsizlik bo'lamdi. Aşı xurofot, aşı bid'at, an debdiki, maman debdiki deb ashning e'tiqod qilishdim uchun mushriklik bo'lamdi.